O'zim vrachman, oliy ma'lumotli vrachman, medinstitutni bitirganman. Ayni kosmetologiyaga 3 yil o'qiganman. Koreyada, Turkiyada, Qozog'istonda, Rossiyada именно kosmetologiya bo'yicha medinstitutimdan tashqari to mani haqqim yo'q skalpel qo'limga olishga. Haqqim yo'q. Chunki men xirurg emasman. Men vrachman, dermatolog, но не xirurg. Bizni kosmetologlar salonda hech qanaqa sharoitsiz, aseptik, antiseptika tam hech qanaqa sharoitsiz blefaroplastika qilishadi. Yana bir narsalar qilishadi. Как это так? Men вообще, tushunmayman-da bu narsani. Kosmetologmisiz? Kosmetolog estetismisiz? Faqat estetika bu uhod, peeling shularni qiling. Dashi chegaradan men o'tmayman, qo'limga skalpel olmayman, chunki men xirurg emasman. Xuddi shunday kosmetolog estetist faqat uhodoviy protseduralar qilinsin, chiskalar, uhodlar, o'shanda to'g'ri bo'ladi.